o'zini "Men Uyg'ur" degan har bir Uyg'ur milliy mustaqillik davayimiz uchun, milliy manfaatimiz uchun mayli qaysi tashkilot, partiya, hukumat bo'lsin, milliy manfaatimizni hammadan ustun ko'rib, bu milliy birlashishga kelishi, qo'shilishi, bizga ovozi berish kerak. Biz birlik bo'lib, mustaqillik irodamizni xalqaro jamiyatga, dunyoga anglatish uchun barliq Uyg'ur birlashishga chaqiriq qilamiz. Uyg'urlarning orzusi, talabi birdan-bir mustaqillik. Bu sabablik barliq Uyg'ur xalqimizni birlik bo'lib, mustaqillik irodamizni xalqaro jamiyatga, dunyoga anglatish uchun barliq Uyg'urni birlashishga chaqiriq qilamiz. Biz darhol birlik sepimizni hosil qilishimiz, mustaqillik davayimizga va vatandagi qarindoshlarimizga ega chiqishimiz, sahib chiqishimiz kerak. Bu bizning eng oxirgi fursatimizdir. Ya birlashib Xitoyni qo'g'lab chiqarib vatanni olamiz, ya irib yo'qab ketamiz. Bizning boshqa talash yo'limiz yo'q. Mana bu bizning navbatdagi va kelgusidagi taqdirimiz. O'zimizni qutqizish o'zimizning barliq Uyg'urni qo'lida. Azroq vijdoni bo'lgan, o'zini inson qatorida ko'rgan har bir Uyg'ur dast turish kerak.